Gipofiz adenomasi dori bilan davolashmi yoki jarrohlik? Nega gipofizning kichik adenomasi butun organizmni o'zgartirishi mumkin? Boshingiz tez-tez og'riydimi? Yoki ko'z nuri tushib ketdimi? Ko'z doktorlari ko'zda muammo yo'q deyishdimi? Yoki homilador bo'lish qiyinmi? Ehtimol haqiqatan ham muammo ko'zda emas, gormonlarda ham emas, balki hajmi no'xatdek keluvchi gipofiz bezida. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, men neyroxirurg Nabiy Abdullayev. Bugun sizlarga aynan gipofiz adenomasi haqida, uning qanday tashxislanishi, qanday aniqlanishi va eng muhimi qanday davolanishi haqida batafsil tushuncha berib o'taman va undan tashqari qachon dori bilan davolash va qachon jarrohlik amaliyoti qo'llanishi haqida ham batafsil tushuncha berib o'taman. Gipofiz o'zi nima? Gipofiz juda kichik bez bo'lib, bosh miyaning eng ostida, ya'ni asosida va markazida joylashgan bo'ladi. Aynan shu bez qolgan barcha bezlarni ustidan hukmronlik qiladi, ya'ni boshqaradi. Bunga qalqonsimon bez bo'ysunadi. Bunga buyrak usti bezlari, jinsiy bezlar va hokazo barcha bezlar aynan shu bez hisobiga faoliyat yuritadi. Umuman olganda gipofiz bezi organizmdagi barcha jarayonlarga to'g'ridan-to'g'ri javob beradi desak ham bo'ladi. Bularga ham o'sha moddalar almashinuvi, ya'ni ovqat yeyish xohlash, xohlamaslik yoki bo'lmasam kimdir ayol, kimdir erkak bo'lishi, yoshi jinsni aniqlab beradi. Ko'payish, o'sha reproduktiv sistemani ta'minlab beradi. O'sha qon bosimiga ham ta'sir qiladi va hokazo barcha jarayonlarda o'sha ishtirok etadi. Eng qizig'i uning joylashgan joyi, ya'ni bosh miyaning asosida joylashgan bo'ladi. Tibbiyotda biz bu joyni turk egari deb ataymiz, ya'ni o'zimiz bilgan o'sha otlarga o'rnatiladigan egarga o'xshash suyakchada gipofiz bezi to'g'ridan-to'g'ri ma'noda o'tirgan bo'ladi. Gipofiz adenomasi bu yaxshi sifatli o'smaga kiradi. Bilamizki, o'smalar barchasi yaxshi sifatli bo'lishi mumkin va yomon sifatli bo'lishi mumkin. Adenomalar esa 95% holatda bu yaxshi sifatli o'smalar hisoblanadi. Adenomalar umuman ikkita katta guruhga bo'linadi. Bular gormonal aktiv va gormonal noaktiv, ya'ni gormon ishlab chiqarmaydigan o'smalarga kiradi. Qachon gipofiz adenomasini gormonal aktiv deymiz? Qachonki o'sha gipofiz adenomasi o'smasi o'zidan me'yoridan ko'p gormon ishlab chiqarsa, biz buni gormonal aktiv o'sma deb ataymiz. Ikkinchi turi esa faol bo'lmagan adenoma. Bu qachonki adenoma faqat hajmi kattaradi-yu, lekin aktiv gormon ishlab chiqarmasa, buni biz gormonal faol bo'lmagan adenoma deb ataymiz. Klinik ketishiga ko'ra adenomalar 3 ta juda katta belgilarga ajratiladi. Birinchisi bu albatta gormon ishlab chiqarishi yoki chiqarmasligi. Ikkinchisi esa uning ko'z nervini ezishi yoki bosib qo'yishi yoki bosmasligi. Uchinchisi esa ko'proq bu shifokorlarga, ya'ni jarrohlarga taalluqli bo'lib, unda o'sib borayotgan adenoma bosh asos suyagini parchalab ikkita uyqu arteriyasini ezishi bormi yoki yo'qligi. Hajmi qanchalik kattalashgan sari o'sma shunchalik atrofdagi to'qimalarni ham yemirib boradi. Bugun sizlarga 3 ta asosiy ko'p uchraydigan adenomalar haqida gapirib beraman. Birinchisi bu prolaktinoma. Prolaktin bu odatda normal holatda ko'proq ayollarda ishlab chiqariluvchi gormon va u asosan emziqli ayollarda ko'p bo'ladi, ya'ni sut ajrab chiqishiga javob beradi. Agarda gipofiz adenomasida prolaktin ishlab chiqaruvchi hujayralar o'sma natijasida o'zgarsa va ko'p gormon ishlab chiqarilsa, sog'lom odamlarda, xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, birinchi belgilardan bittasi bu o'sha sut bezlari orqali o'sha sutga o'xshash suyuqlik ajrab chiqishi.
va ayollarda ko'proq bo'ladi bu narsa. O'sha homilador bo'la olmaydi, ya'ni o'sha prolaktin gormoni homilador bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Uning ikkinchi belgisi esa bu ko'rish o'tkirligining zaiflashishi. Nima uchun ko'rish adenomalarda birinchi bo'lib buzilishi mumkin? Sababi aynan gipofiz bezining ustida ko'rish nervi turadi va uning kesishgan qismi ham bor. Buni o'sha xiyazma deb ataladi va o'sha o'sma o'sgan sari o'sha ko'rish nervini siqib ezib borganligi uchun ko'rish o'tkirligi progressiv tarzda tushib boradi. Undan tashqari keyingi etaplarida bosh og'rig'ining kuchayishi ham kuzatilishi mumkin, ya'ni tinimsiz bosh og'rishi ham mumkin. Keyingi kasallik bu akromegaliya deb ataladi. Akromegaliya bu somatotrop, ya'ni bo'yni o'sishiga javob beruvchi gormonning oshib ketishini hisobiga kelib chiqadi. Bu kasallik ikkiga bo'linadi. Yoshlarda, ya'ni hali o'sishda davom etuvchi yoshlarda va o'sishdan to'xtagan katta odamlarda. Agarda akromegaliya, ya'ni o'sha somatotrop gormoni yoshlarda ko'p ishlab chiqarilsa, ularning bo'ylari juda ham baland bo'lib ketishi mumkin. Bunda o'sha gigantizm kelib chiqadi. Hattoki bo'ylar o'sha 2 metrdan ham oshib ketishi mumkin. Kattalarda, ya'ni o'sishdan to'xtagan odamlarda uchrasa, ularning tashqi ko'rinishi o'sha yaqinlari tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketishi mumkin, albatta ma'lum bir vaqt davomida. Bularga o'sha burunlarning kattarishi, lablarning kattarishi, iyakning kattarishi, quloqlarning kattarib ketishi va eng bir muhim belgilardan bittasi tilning shishib kattarib ketishi. Hattoki shunaqa bemorlarda kuzatishimiz mumkin bo'ladiki, o'sha tillari tashqariga chiqib turadi. Undan tashqari bu kasallikda teri juda ham dag'allashib ketadi. Juda qo'pol bo'lib, xunuk ko'rinishga kelishi mumkin. Bu kasallikda ham qo'shimcha belgilari bor. Bularga o'sha qon bosimining oshishi yoki bo'lmasam o'sha jinsiy zaiflik yoki bo'lmasam bepushtlik va boshqa simptomlar bilan ajralib turadi. Keyingi kasalligimiz bu Cushing kasalligi deb ataladi. Aynan Cushing kasalligi ham gipofiz adenomalarini o'sha hisobiga kelib chiqadi. Agarda o'sha kimdir o'sha Dr. House kinosini ko'rgan bo'lsa, serialni, o'sha serialda juda ko'p seriallarda aynan o'sha Cushing kasalligi deb o'sha so'zlarni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, bu kasallikda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Bu kasallikda ham o'ziga xos belgilari bor bo'lib va bu narsa o'sha juda ham bir qiziq o'rgimchaksimon tana deb ataladi. Bunda o'sha odamning oyoq, qo'llari ozib ketib, qorni semirib ketadi yoki shishib ketadi. Undan tashqari yuzlari yumaloqlashib ketadi, ya'ni yuz semirib ketadi. Buni esa biz oysimon yuz deb nomlaymiz. Undan tashqari bu kasallikda o'sha jinsiy zaiflik, bepushtlik, o'sha qon bosimining doimiy oshib ketishi kabi belgilar kuzatiladi. Yana bir turini aytib o'tishim joiz. Bu jim adenomalar. Ya'ni hech qanaqa belgi bermaydigan, na gormon ishlab chiqaradi, na bir klinik qanaqadir belgilarni bermovchi adenomalarni biz jim adenomalar deb ataymiz. Shunaqa turi ham bor. Tashxislash, ya'ni diagnostika qilish. Diagnostika qilish 3 ta katta guruhga bo'linadi. Bu birinchisi aynan MRT, bosh miya MRTsi. Agar iloji bo'lsa, buni kontrast uslubi bilan birga. Bosh MRTsi gipofiz adenomasining shaklini, qanchalik tarqalganligini, o'sha atrofdagi to'qimalarning qanchalar zararlanganligini to'liq aniqlab beradi. Keyingi tekshiruv uslubimiz esa bu gormonlarning analizi. Bu muhim qismlaridan bitta bo'lib, aynan qaysi gormon ko'p ishlab chiqarilayotganini yoki ishlab chiqarilmayotganligini aniqlab berishga yordam beradi. Va uchinchi qismi esa bu qo'shimcha mutaxassislar ko'rigi. Birinchi navbatda bu ko'z shifokori, ya'ni ko'z shifokori ko'rib, o'sha ko'z tubida qanaqa o'zgarishlar, ko'z nervida qanaqa o'zgarishlar borligini va ko'rish o'tkirligining qanchalik tushganligini aniqlab beradi.
Va eng muhim qismlari bu endokrinolog nazorati, ya'ni endokrinolog ko'rib o'sha qo'shimcha xulosalarni berishi kerak bo'ladi. Gipofiz adenomasi qanday davolanadi? Gipofiz adenomasi asosan davolanishni 3 ga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi bu dorilar yordamida. Ya'ni gipofiz adenomasida qaysi gormon ko'p ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, o'sha gormonni bloklovchi, ya'ni to'xtatuvchi yoki kamaytiruvchi dorilar beriladi. Keyingi yo'nalish esa bu jarrohlik uslubi. Jarrohlik uslubi qachon qo'llaniladi? Buning o'zining bir nechta kriteriylari mavjud. Birinchisi tabletkalar yordam bermagani. Ikkinchisi esa o'smaning hajmi tez kattalashib borayotgani yoki juda katta ekanligi. Uchinchisi esa o'sha atrofdagi to'qimalarning yemirilishi, o'sha ayniqsa ikkita uyqu arteriyasining o'sha o'sma jarayoniga qo'shilishi yoki bo'lmasam turk egarining o'sha parchalanib ketayotgan bo'lsa, bu o'sha to'g'ridan to'g'ri jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'ladi. Uchinchi yo'nalish esa bu kuzatuv deb ataladi. Hali boshida aytganimdek, ba'zan jim adenomalar bo'ladi yoki o'sha gormonal faol bo'lmagan adenomalar va bu adenomalarni agar hajmi kichik bo'lsa, odatda kuzatuv taklif etiladi. Misol uchun o'sha 3 oyda yoki 6 oyda va yana 1 yildan keyin o'sha qayta MRT qilish kerak yoki gormonlarni tekshirib turish kerak bo'ladi. Xo'p, endi o'sha eng qiziq joyi bu o'sha qanday operatsiya amalga oshiriladi. Operatsiya ikkita turga bo'linadi. Birinchisi o'sha burun orqali hech qanaqa kesimlarsiz kirish, ikkinchisi esa o'sha boshni boshdan ochib kirish. Odatda ko'p holatlarda burundan operatsiya qilinadi. Bunda maxsus endoskop yordamida o'sha boshning asosiga boriladi va maxsus instrumentlar bilan o'sha o'sma asta-sekinlik bilan olib tashlanadi. Ochiq operatsiyada esa agar o'sma hajmi juda katta yoki miya tomonga qarab ko'p o'sgan bo'lsa, bunda o'sha boshni ochib operatsiya qilish amaliyoti taklif etiladi. Hozir sizlarga o'sha amaliyotimdan 3 xil turdagi o'sha adenoma gipofizi bilan og'rigan bemorlar haqida aytib beraman. Birinchi bemorim bu o'sha 38 yoshli erkak, to'satdan o'sha ko'krakdan o'sha sutga o'xshash suyuqlik ajralib boshlagan, vazn yig'ishni boshlaganlar va jinsiy zaiflik paydo bo'lgan. Biz o'sha 4 oy davomida endokrinolog bilan birgalikda kuzatuv olib bordik. O'sha prolaktin gormonini kamaytiruvchi o'sha tabletkalar buyurdik va uni qabul qildilar. Lekin afsuski barcha ko'rilgan choralarga qaramasdan o'sha o'sma o'sishni davom etdi va o'sha belgilari yo'qolib ketmadi. 5-oyga o'sha burun orqali transnazal operatsiyani amalga oshirdik. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi va o'sha bemor undan keyin tabletkalar qabul qilganda o'sha 8 oylik kuzatuv davomida o'sma o'sishni davom etmadi. Ya'ni o'sha olib tashlangan bo'yicha qaytib paydo bo'lmadi. Bemorning ahvoli esa o'sha eski holatiga qaytdi, ya'ni eski hayotiga qaytdi, normal. O'sha ko'krakdan suyuqlik ajralish to'xtadi va hozirgi kunda ham bemorimiz o'sha kuzatuvda turadilar. O'sha to'liq hayot kechirmoqdalar. Ikkinchi bemorimda esa bunda jarrohlik amaliyoti olib borilmagan bemor 54 yoshli ayol, 2 oy davomida o'sha yuqorida aytilgan o'zgarishlar bu kishida ham kuzatilgan, lekin o'sha endokrinolog bilan bamaslahat o'sha prolaktin gormonini kamaytiruvchi o'sha tabletkalar berdik, o'sha Dastinex bergan edik. Va o'sha 3 oydan keyin o'sha qayta ko'rikka kelganlarida biz ko'zimizga ishonmadik. Chunki natija shunchalik yaxshi ediki, o'sha turgan o'sma hajmidan ancha-muncha, ya'ni 3 barobar kichiklashib, oddiy sog'lom odamning gipofiz beziga o'xshab qolgan edi. Bu bemorimiz ham mana 3 yildirki kuzatuvdalar. Hozircha hech qanaqa bir nojo'ya belgi yoki bo'lmasam o'smaning o'sish holatlari kuzatilgani yo'q. Lekin o'sha bitta usloviya bilan, ya'ni o'sha tabletkani ichib yuradilar.
Va uchinchi bemorimiz afsuski bu o'sha yaxshi holat bilan tugamagan. Yosh ayol 28 yoshli, o'sha bepushtlik, o'sha ko'z ko'rishining susayishi bilan murojaat qilgan. Bizga murojaat qilganda MRT tekshiruv o'tkazdik. U yerda kichik o'sha 1,5 santimetrlik adenoma topildi va prolaktin gormonining yuqoriligini aniqladik. Va har doimgidek birinchi etapda o'sha dori buyurdik, ya'ni o'sha Dostenex ichishni buyurdik. Bemor o'sha 2 oydan keyin kelish kerak edi. O'sha bemor 2 oydan keyin kelmadi. Bizani ham yodimizdan ko'tarilgan. Va 6 oydan keyin o'sha shikoyatlar bilan qayta murojaat qildilar. Unda o'sha ko'z ko'rmay qolgan. O'sha sut bezlari kattarib, u yerdan doimiy ravishda sut oqib turadi. Qayta MRT qilib ko'rganimizda afsuski o'sma juda ham kattarib ketgan ekan. Lekin baribir operatsiya o'sha o'tkazildi, bu kishiga ham operatsiya muvaffaqiyatli kechdi. O'sma to'liqligicha olib tashlandi. Lekin o'sha bitta asorat, ya'ni o'sha ko'z ko'rishi to'liqligicha tiklanmadi. Shu bilan bir qatorda bir nechta o'sha afsona bo'lgan tushunchalarni inkor qilib o'tmoqchiman. Ko'pchilik bemorlar maslahatga kelishganda gipofiz adenomasi bu saraton, ya'ni o'sha ko'proq taniqli bo'lgan so'z rak deb atashadi. Bu mutlaqo unaqa narsa emas. Adenoma bu yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi va odatda juda yaxshi o'sha davolanishga javob beradi. Ya'ni o'sha jarrohlik qilasizmi yoki bo'lmasam o'sha tabletkalar bergan holatda o'sha ma'lum bir yaxshi natijalarga erishish juda ham ko'p kuzatiladi. Ikkinchi ko'p tarqalgan narsa bu o'sha boshimda chandiq qoladi yoki bo'lmasam o'sha burnim butun umrga bitib qoladi. Yo'q, u ham o'sha afsona bo'lgan tushunchalar. Odatda transnazal, ya'ni burun orqali operatsiya qilganda hech qanaqa chandiq qolmaydi va burun nafas olishi aytgan bo'lardimki, nabarot ochiladi. Ko'proq nafas olishni boshlaydi bemor. Va yana bir o'sha xalq orasida o'sha juda ko'p tarqalgan tushuncha bor. Butun umr dori ichishim kerak yoki bo'lmasam butun umr o'sha ximiya yoki nur terapiya olib yurishim kerak degan tushuncha bor. Buni ham inkor etaman. Sababi o'sha ma'lum bir vaqtdan keyin o'sha qayta qo'zg'almasa yoki bo'lmasam o'sha belgilar yo'qolib ketsa, odatda dorilar ham yoki bir boshqa protseduralar ham to'xtatiladi. Suhbatim yakunida shuni aytmoqchimanki, gipofiz adenomasi bu hayotni to'xtatuvchi hukm emas. Hozirgi zamonaviy tibbiyotning o'sha rivojlanish yutuqlariga tayangan holatda ko'pchilik holatda, deyarli 95% holatda gipofiz adenomasi to'liqligicha davolanadi va o'sha bemorlar o'sha eski o'zining odatiy bo'lgan hayotiga o'sha qaytishadi.